Yo'q, hammaga salom do'stlar. Men Javohir. Do'stlar, bugun men videoda top 3 eng zo'r qurollarni obzor qilib o'tamiz. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Qani go. Birinchi qurol mod bu вообще zo'r zombi apokalipsisda juda ham ajoyib ketadi. Mana okey. Buni uxlash kerak, uxlash. Hozir uxlaringizmi? Bu yo'la turamiz do'stlar, qaranglar, mana shu cho'tga turibman. Sizlarda ham shunaqa cho'tga turadi. Tak. Qayerda edi? Mana. Uxlaymiz. Va mana qo'yni ko'tiga o'tamiz. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Qo'y o'lib qoldi. Endi bu cho'chqani agar menga qilsa basharasiga o'tamiz. Ana ko'ryapsizlarmi? Вообще zo'r qurol. Birinchi qurol minus. Endi bunga patron topib olishim kerak. Okey, mana do'stlar, sizlarga вообще zo'r chutki normalniy qurollar. Вообще zombi apokalipsda qilib o'tishingiz mumkin. Okey. Bu telefonning ovozi pasaydi. Mana stop nimalar bo'lib ketdi. Ana ko'ryapsizlarmi? Вообще baland. Bu qo'yni ham ko'tiga qilib o'tamiz. Опа, headshot. Okey. Bu minus уже. Endi. Tak. Mana. Qani edi? Mana. Nimaga o'qilmaydi? Yo'q, menimcha ikkitalikda o'qilmasa kerak. Mayli. Telefon qo'tyapti, jin ursin. Tak. Короче, mana uni. Yo'q, mana. Tak. Bu bilan mana uni olamiz. Okey, mana endi uxlaymiz. Okey. Endi oppo jinursinlar bo'lib ketdi. Okey, tak. Ko'ryapsizlarmi? Bu o'ynani ham sindiradi даже do'stlar. Mana hozir o'yna qani edi? Mana unaqa o'ynalarni sindiradi bu. Mana hozir. Okey. Sindirma do'stlar. Lekin boya sindirgani. Endi ikkinchi qurolni. Okey. Ucholmayapman shuda.